Ko'rganingizdek biz pastga zonasidamiz. Men bu darajaga yetishim uchun endi odamga borishimga to'g'ri kelgan. Mana shu yerda oxirigacha boramiz. Necha marta deb olaman deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Chinga qoldi ekan. Yangi o'yinchi bo'lish osonmas ekan. Men bedarakda qiynalib sindirib o'tirmayman. Ko'ramiz. Oo. Zo'r bo'ldi. Mana. Ehtiyot bo'lmasam tushishim mumkin. Bitta sekinroq yurishga menga to'g'ri keladi. Jonli efir olib borishni bilib olsam, jonli efir olib boraman. Eng favorit bo'lganlarni men kanalimda chiqaraman. Eng oxirigacha borishga niyat qilgandim, to'g'rimi? Agar shu videoda 20 ta like yig'sam, men 2 kishiga qarshi jang qilaman. Ular 3 marta o'lsa yutqizadi, men 1 marta o'lsam yutqizaman. Mana. Men agar masjidda batutga sakrab sariqqa tushib, anonga borsam, menga oltin oyoq kiyim beradi. Eng qiyini olmos. Mana kichkina batutga tushib, anonga tushish kerak. Men buni biror marta uddalay olmaganman. Shuning uchun harakat qilib ko'ramiz. O'xshadi. Va nihoyat men buni uddaladim. Men olmosga borardim. Ko'ramiz endi. Endi odamiga boramiz. Videomiz ikkinchi qismini ko'rasizlar. Bundan keyin